بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان. Ramazon oyining ro'zasini tutmoqlikni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazmoqlikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan bir necha kunlardan beri Qur'oni Karim va uning fazilatlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishib o'tishlikka harakat qilyapmiz. Bugun ham aynan shu mavzuga murojaat qilamiz. Bunda esa Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyati karimasini o'qib, uni tafsir qilib, shunga tegishli bo'lgan hozirgi kunimizdagi voqelikdagi ba'zi bir hodisalardan misol tariqasida keltirib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innahu laqur'anun karim في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم. البتة أهدد الله تعالى قرآن كريم در في كتاب مكنون سقلنگان كتاب در يعني لوح المحفوظ ده barcha ayb va nuqsonlardan, o'zgartirishlardan, yanglishmovchiliklardan, aralash, quralash qilishliklardan hammasidan saqlangan kitobdir. La yamassuhu illa al-mutahharun. Uni faqatgina pokiza bo'lganlar ushlaydilar. Tanzilun min robbil alamin. U robbil alamin bo'lgan Alloh taolo tarafidan nozil qilingandir. Afa bihazal hadis antum mudhinun. Sizlar mana shu so'zni, ya'ni Allohning kalomini Qur'oni Karimga beparvo bo'lasizlarmi deydi Alloh taolo. Mana azizlar, Qur'onga Allohning o'zi ajoyib bir ta'rif beryapti. Demak, avvalo u Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim o'zi nima? Qanday bu Qur'oni Karim? Ya'ni Allohning so'zi, Allohning kalomi degani. Allohning bandalardan qanday fazli bo'lsa, farqi bo'lsa, Allohning kalomini bandalarning so'zidan ham xuddi shunday fazli bo'ladi, shunday farqi bo'ladi. Demak, Allohni biz o'zimizdan qanday yuqori olsak, Robbil alamin deb bilsak, Allohning kalomini ham xuddi ana shunday o'zimizning so'zimizni yuqori olmoqligimiz kerak ekan, oliy olmoqligimiz kerak ekan. Fi kitabin maknun. U saqlangan kitobdadir, ya'ni Lavhul Mahfuzdadir. Lavhul Mahfuzda Alloh taoloning o'zi saqlab qo'ygan. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Birorta bir joyga bir harf qo'sha olmaydi, bir nuqta virgul qo'shib yoki ayirib tasha olmaydi. Birorta bir hukmni bekor qila olmaydi yoki yangicha bir hukmni qo'shib qo'ya olmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zi ana shunday saqlab qo'ygan. Endi mana shunday saqlangan Qur'onni, Allohning kalomini nima qilish kerak unga nisbatan bandalar? La yamassuhu illa al-mutahharun. Faqatgina pokiza bo'lganlargina uni ushlaydi. Ulamolarimiz, mufassirlarimiz aytadilarki, pokiza bo'lganlargina ushlaydilar deganida avvalo farishtalar nazarda tutiladi. Barcha gunoh ma'siyatlardan pok, hech qachon tahoratsizlik yetmaydigan, Allohning amriga zarracha isyon qilmaydigan, so'zsiz bajaradigan farishtalar Qur'oni Karimni ushlaydilar. Undan keyinchi moddiy va ma'naviy tarafdan pokiza bo'lgan, junublik va tahoratsizlikdan qutulgan, pokiza bo'lgan mo'min musulmonlar ushlaydilar. Demak, bandalarning ichida faqatgina mo'min musulmonlarning ham ichida ham katta tahoratsizlik, janobat va ham kichik tahoratsizlik, oddiy tahoratni singan holatidan pokizalanib, demak, g'usl yoki tahorat qilgan holdagi mo'minlargina ushlashga haqlari bor. Xolos, boshqa hech kimning uni ushlashga haqqi yo'q. To'rtala mazhab ulamolari ham bir ovozdan aytadilarki, Qur'oni Karimni tahorat bilan ushlamoqlik vojibdir ittifoqan, tamom. Hech qanday bunda ixtilof yo'q. Biror bir bahona ketmaydi. Tamom, faqat tahoratni ushlash kerak. Tanzilun min robbil alamin. Chunki u Qur'oni Karim Robbil alamin tarafidan nozil qilingandir. Ana.
Robbimiz, Allohimiz, bizni yaratgan zot o'zini kalomini bir kitob qilib nozil qilib qo'yar ekan, demak uni biz qadriga yetishimiz kerak. Uni ehtiromini joyiga qo'yishimiz kerak. Unga nisbatan biz o'zimizni albatta hurmatimizni saqlashimiz kerak. Qadr qiymatini bilmoqligimiz kerak. Aks holda nima bo'ladi? Afa bihazal hadis antum mudhinun? Mana shu so'zlarni Allohning kalomlariga nisbatan sizlar beparvo bo'lasizlarmi? Albatta bu beparvo bo'lasizlarmi degani o'sha paytdagi mushriklarga xitob. Ya'ni mushriklar Allohning kalomiga beparvo bo'lib, o'zlarining ota-bobolarining urf-odatlaridan voz kechmadi. Allohning kalomiga iymon keltirishmadi. Shunday Robbil alaminning kalomi nozil bo'lib tursa-yu, ikki dunyo saodatini ta'minlaguvchi qonun-qoidalar majmuasi bo'lsa-yu, lekin o'sha paytdagi xalqlarning ko'pchiligi buni rad etdi. Bunga beparvo bo'lishdi, ahamiyat bermadi. Oddiy sehrgarning so'zi dedi. Oddiy shoirning so'zi bu dedi. Ana shularga Alloh taolo aytadiki, Allohning so'ziga beparvo bo'lasizlarmi? Ammo endi bu so'z faqatgina kofirlarga tegishli emas. Hozirgi kunda mo'min musulmonlarga ham xuddi shu so'z tegishli. Allohning kalomiga beparvo bo'lasizlarmi degani siz bilan bizga ham tegishli. Iymon keltirganmiz Allohning kalomini, tan olamiz, e'tirof etamiz, lekin bu yo'g'ini ham e'tirof etib qo'yaylikki, beparvomiz. Ahamiyat bermayapmiz Allohning kalomiga. Keraklicha e'tibor berayotganimiz yo'q, tan olib aytaylik. Oddiygina bir hayotiy misoldan keltirib o'taylik. Hozirgi kunda insonning hayotini telefonsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Erkak va ayol, katta-yu kichik, sog'lom va bemor, aqlli-yu nodon, hammasida telefon bor. U mardikor bo'lsin, aravakash bo'lsin, katta rahbar, professor, akademik bo'lsin, farqi yo'q, hammasida telefon bor. Go'yoki telefon bizning jonimizga aylanib qoldi. Go'yoki telefon bizning hayotimizning mazmuniga aylandi. Kechasi yarim kechida uyg'onib ketsak ham paypaslab telefonni qidiramiz. Shundoq ko'rib yangi biror bir xabar kelmadimikan? Ulfatlarim uyg'onib qolib biror bir o'yinni javobini jo'natib yormadimikan? Va hokazo darrov telefonni tutkilaymiz. Ko'zimizni chalabini ochib turib telefonni tutkilashni boshlaymiz. To'g'ri, hozir har qanday mo'min musulmonga, masalan shu joyda o'tirgan sizlarning hammalaringga Qur'on afzalmi, telefon afzalmi desa, bir ovozdan Qur'on afzal deysizlar. Buni aniq bilaman. Hech kim aytmaydi telefon afzal Qur'ondan deb. Lekin voqelikda buni aksi bo'lyapti-ku. Qur'on afzal deymiz-u, lekin o'zimiz kazzoblik qilyapmiz. Yolg'onchimiz bu davomizda. Aqlimiz aytayapti Qur'on afzal deb. Lekin vujudimiz, muhabbatimiz, zavq-u shavqimiz telefon afzal deb turibdi. Telefon afzal deb turibdi. Shuning uchun telefonsiz hayotni tasavvur qila olmaydigan bo'lib qoldik. Insof bilan aytaylik, bir kunda 24 soatning ichida bir kecha kunduzda necha daqiqa Qur'onga bag'ishlaysiz hayotingizni? Har kim o'zini bir taftish qilib ko'rsin-chi. Necha soat, necha daqiqa Qur'onga bag'ishlaysiz va necha soat telefonga bag'ishlaysiz? Bir tasavvur qiling-ga. Qur'onni o'qisangiz Robbil alamin bilan aloqaga chiqqan bo'lasiz. Telefonda-chi banda bilan aloqaga chiqasiz. Telefonning kamida 50% bekorchi gaplardan iborat bo'ladi telefon aloqalari. Agar rosa ishga berilgan odam telefonida agar bir 50% foydali ishi uchun kerak bo'ladigan narsalarni hal qilmasa, 50% dan ortig'i bekorchi gap so'zlar, vaqtni o'tkazishlik, ko'ngil xushlik, zerikishdan o'zini tiyish va hokazolar uchun umrni oddiygina isrof qilib yubormoqlik uchun telefondan foydalaniladi. Mana Qur'onga bo'lgan bizning e'tiborimiz. Alloh taolo Allohning kalomiga beparvo bo'lasizlarmi deyapti. Biz esa beparvo bo'lyapmiz. Qur'oni Karimga qaramaydigan bo'lib qoldik. Yaxshi hamki Ramazoni sharif bor. Bir yilda bir marotaba Qur'on haqida qayta ma'lumotlar yangilanadi. Qur'onga biroz e'tibor beramiz. Qur'onni tashlab qo'yganimizga oylar bo'lib ketdi, chang bosib ketdi. Ammo telefonda har kuni tozalovchi vositalar bilan alohida maxsus lattalari bor. O'sha latta bilan chiziqlarigacha kerak bo'lsa cho'pga o'rab olib turib oralarigacha tozalaymiz. Agar farzandimiz ovqat yegan qo'li bilan telefonni ushlab yog' yuqtirib qo'ysin, farzandning qo'liga urib jazosini berib telefonni boshqatdan mehr bilan artamiz, muhabbat bilan. Ammo Qur'onchi yotibdi chang bosib. Chang bosib yotibdi.
Telefonni shunchalik ko'p ishlatganimizdan har yili iloji bo'lsa yangilatib turamiz uni. Chunki eskirib ketdi-da, raqamlari ko'rinmay ketadi, bosaverganimizni, ishlataverganimizni yeyilib ketgan. Qur'onchi 10 yildan beri bechora devorda osig'ligicha turibdi. Hali biror marta olinmagan. Agar 20 yildan beri osig'li turmagan bo'lsa, 20 yildan beri osig'li turibdi, ochib qarasangiz Qur'onda hali varag'i ochilmagan. Hali qaychi bilan qirqiladigan joylari turibdi. Bunda varag'ini ochib bir-bir yopishib qo'ygan joylar turibdi. Birorta varag'ida qo'lni izi ham yo'q. Ertaga bu Qur'on biz haqimizda Allohning oldida guvohlik beradi. Bu telefon ham guvohlik beradi. Telefon zararimizga guvohlik bersa, Qur'on bizni foydamizga guvohlik beradi agar unga ijobiy yondashgan bo'lsak. Aks holdachi devorda osig'li turgan Qur'on bizning zararimizga guvohlik beradi. Menga e'tibor bermagan deydi. Qo'limizni ushlab jannatga olib kirishning o'rniga bizni qo'limizni yetaklab Allohning o'zi asrasin-ku, jannatga teskari qilib qo'yishi hech gap emas. Eng oddiy telefon hozirgi kunda $100 turadi. $100 kamroq telefonni olib birovga sovg'a qilsangiz, olmaydi ham. Yuzlari burishib ketadi. Ishonmasangiz bir sovg'a qilib ko'ring, birortasini bir tug'ilgan kunigami, mayli hayitlik qilibmi, mana u senga sovg'ada bir 100 ming so'm, 200 ming so'mlik telefon bering edi, shunday ko'rib turib, maktabga kirmagan bola shuni ko'rib turib olmaydi. Tashlaydi buni. Buning ichida o'yini yo'q deydi. Buning ichida interneti yo'q deydi, videosi yo'q deydi. Buni yo'qot, buni kerak emas menga deydi. Ammo Qur'oni Karimda bundoq do'konga chiqsangiz, to'g'ri men do'kondagilarni maqtamoqchi emasman. Ular haddidan oshib o'ta narxini oshirib olgan. Oshirib olganda Qur'oni Karim 500 ming turadi. Yoki 400 ming turadi, $100 turmaydi. Kelib qaraka voy, ana non hisoblarini qarang. Qur'onni 400 ming so'mdan sotyapti-ya deydi. To'g'ri, ular noinsof. 400 ming so'm bas, aslida Qur'on 4 milliondan ham yuqori turadi. Qur'onning bitta harfiga ham arzimaydi u 4 ming so'm, 400 ming so'm. Bitta harfiga ham arzimaydi Qur'onni. Ammo o'sha sotayotganlar ham 5 barmog'ini qo'liga tiqib, kam bo'lgan narsani, noyob bo'lgan narsani paron barobar tirikchilik qilish uchun sotadi. Birov o'qisin uchun sotmaydi. Agar o'qisin uchun sotganda insof bilan sotgan bo'lar edi. Shayx Hazratlarning tafsiri hilol kitoblari 1,5 million, 2 million turibdi. 1,5 million dollarga ham arziydi tafsiri hilol. Lekin o'zi 400 ming so'm, o'zi 200 ming so'm chiqqan kitobni 2,5 million, 1,5 million qilib sotadigan noinsof, bitta harfini ham o'zi o'qimaydi. O'zi ko'rib ham qo'ymagan, ammo ixlos bilan olaman deganga shunaqa qilib oshirib sotadi. Mana shunday Qur'oni Karimni narxini biz qimmat ekan deymiz, olmaymiz, lekin telefonda har yil o'zgartiramiz eskirib ketganligi uchun. Koshki Qur'on ham har yil o'qiyverganimizdan varaqlari yirtilib, eskirib, tutilib ketsa-yu, uni tuzatish imkoniyati bo'lmasa-yu, yana yangitdan Qur'on olib, bir yil ichida shunday tutib tashlaydigan darajada o'qisak, qani edi buni lazzati? Qani edi buni halovati? Ammo yo'q bu halovat bizda. Biz hozir telefon bilan halovat topadigan bo'lib qoldik. Telefon bilan lazzatlanadigan bo'lib qoldik. Buni ochiq aytishimiz kerak. Tasavvur qiling, inson, mana haydovchi, mashinani haydab ketyapsiz. Svetoforda to'xtadingiz. Shartta Qur'onni olib o'qib tursangiz, Bismillahirrohmanirrohim, qul huvallohu ahad, Allohu samad deb svetofor yonsa shartta Qur'onni qo'yib turib yana ketsangiz, yana to'xtasa yana Qur'onni olib ochib o'qib tursangiz, yana to'xtasa yana qo'yib turib ketsangiz, marosimda o'tiribsiz. O'z-o'zidan shoshmay turib 1 daqiqa Qur'onni ochib o'qib, yopib qo'yib turib, yana ozgina so'zlash 1 daqiqa Qur'onni ochib o'qidingiz, yana yopib qo'yib o'qiyapsiz. Birov bilan suhbatlashib o'tiribsiz, xuddi shunday bo'lyapti. Shoshmay turib 1 daqiqa Qur'onni ochib bir surani o'qib, yana yopib qo'yib, yana suhbatlashyapsiz. Koshki shunday bo'lganda. Lekin ming afsuski, o'sha hozir Qur'onning o'rnida telefon turibdi. Rolda ketayotib ham kerak bo'lsa gaplashib ketamiz. Jarima belgilab qo'yilsa ham gaplashamiz. Jarimaga tushsak ham baribir telefonda gaplashamiz. Alloh bizni o'zi bilan muloqotga chaqirib turibdi. Qur'onni nozil qilib, men bilan suhbatlashasanmi bandam deb Qur'onni nozil qilib qo'yibdi-yu, biz Alloh bilan suhbatlashishni yuz o'girib, rolda ketayotib banda bilan suhbatlashamiz. Koshki shu foydali suhbat bo'lsa, umuman bekorchi bo'lgan suhbatni qilmayapmizmi? Chorrahada to'xtaganimizda qizil yonib turibdi. Telefonni olib tezda birovga telefon qilib terishib suhbat qurishni boshlaymiz. Yoki bo'lmasa shu joyni o'zida oliboq kimgadir SMS yozib xat yuborishni boshlaymiz. Uni qaranga, unumli foydalanishimizni. Qizil chiroq yonib to yashil chiroq yongunigacha hech bo'lmasa bitta ikkita odamga mana bu yerda avariya bo'lgan holatni, fojiani jo'natishimiz kerak. Tezlik bilan shuni jo'natib Telegram orqali birinchi o'rinda xabarni yetkazilgan sifatida eng olg'ir
telefonchi eng olg'ir tez xabar yetkazuvchi inson sifatida gavdalanasiz. Koshkida Alloh bilan muloqotga shuncha shoshilsak, qizil chiroq bilan yashil chiroq yongunigacha Alloh bilan bir muloqotga chiqib sura Ixlosni o'qib olsak, yoki hech bo'lmasa bir daqiqada shu yashil chiroq yonadigan bo'lsa bir daqiqada bilasizmi 60 marotaba Alloh 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 deb yuborishingiz mumkin. Lekin biz Alloh demayapmiz, telefon, SMS xabar deyapmiz. Alloh bilan qachon muloqotga chiqamiz? Hozir Ramazon bo'lganligi uchun majbur 1 soat shu joyda xatmi Qur'onda ishtirok etyapmiz. Shunda ham tasbih aytilganda telefonni kavlab o'tirganlar yo'q emas. Tasbihga quloq solmasdan telefonni kavlab kimlargadir nimadir jo'natayotganlar yo'q emas. Jism va jasad namozda-yu hayol telefonda bor. Bunday namozxonlar yo'q emas oramizda. Hayoli telefonda butun vujudi, jasad turibdi xolos, qup-quruq to'nkaga o'xshab. Borliq, muhabbat, zavqi, shavq esa telefon bilan bog'liq bo'lib turibdi. Mana azizlar, biz qanchalik darajada Qur'onga bee'tibor bo'lib qoldik. Shayx hazratlardan, ustozimizdan so'rabdilar, Qur'onni yonboshlab olib o'qisa bo'ladimi deb. Hazratimiz g'azablari chiqib, avvallari Qur'on bir xonadonda odamlar o'tirsa, Qur'onni kimdir ko'tarib kirsa, hamma o'rnidan turib kutib olar ekan Qur'onni. Qur'on kirib keldi xonadonga deb. Endi bo'lsa Qur'onni yonboshlab olib o'qisa bo'ladimi deb so'rayapti debdilar. Uni qarang. Shunchalik darajada biz zaif bir iymon egasi bo'lib qoldikmi? Shu darajada Allohning kalomiga bee'tibor bo'lib qoldikmi? Nima Allohning kalomi mana bunday xontaxtalarda turishligi uchun, devorlarga osib qo'yilishligi uchun chiqarilganmi? Allohning kalomi chang bosib kitob javonimizni bezatishligi uchun chiqarilganmi? Qizimizni chiqarayotganda Qur'onni beramiz u, bechora qizimizga Qur'on o'qishni o'rgatmaganmiz u. O'g'ilni uylantirganda yotoqxonasiga Qur'on qo'yib qo'yamiz, jinlar urmaydi, har xil arvohlar senga tegmaydi deb. Er-xotinlik aloqasi bo'ladigan joyda Qur'on turibdi. Shumi hurmati Qur'onni. Qur'on bor joyda odamlar tikka turgan o'tirishga hattoki jur'at qila olmagan Imom Shofiy rahmatullohi alayh, Imom Ahmad ibn Hanbalning uylariga mehmon bo'lib borganlarida Imom Shofiyga yotoqxona berganlarida o'sha xonada bitta Qur'on osig'liq turgan ekan. Imom Shofiy ertalabgacha yotmadilar, uxlay olmadilar, o'tirib ibodat qilib chiqdilar. Erta bilan ko'rganda Imom Ahmad ibn Hanbal so'radilar: "Ey ustoz, nima uchun yotib damamadingiz?" Chunki Qur'on turgan ekan. Qur'on bor uyda yotolmadim. "Ey ustoz, ha Qur'onni boshqa joyga olib qo'ysangiz bo'lar edi-ku. Ha buni olishing uchun sizdan ruxsat so'ramaganman-ku. Omonat bo'lib turgan narsani uyni egasidan so'ramasdan turib, qandoq qilib olib boshqa joyga qo'yib qo'yaman" debdilar. Bizchi? Ha azizlar, er-xotinga jin urmasin, er-xotinga arvohlar ta'sir qilmasin deb Qur'onni yotoqxonasiga osib qo'yyapmiz. O'qishligi uchun emas, jin urmasligi uchun xolos. Ammo ularni allaqachon jin emas, shayton urib bo'lgan uni. Urganda shunday urganki, Qur'onni o'qiy olmaydigan qilib qo'ygan. Qur'onni faqat tomosha qilib turadi, ha bitta portretni devorga osib qo'ygandek, tomosha qilishdan boshqa narsaga arzimaydi. Shu joyda o'tirar ekanmiz, ba'zida qabulimizga odamlar keladi. "Qor aka, mana bu Qur'onni oling, shu masjidga qo'yasizmi yoki biror bir o'qiydigan odamga berasizmi? Bizga savobi bo'lsin, shuni bering" deydi. Ha o'zingizchi? Bizning uyda o'qiydigan odam yo'q. Nechta farzandingiz bor? 5 ta farzandim bor. Birortasi o'qiy olmaydimi? Birortasi o'qiy olmaydi. Ming afsus. Endi bir yangi mustaqil bo'lgan paytimizda, rosa Qur'on chiqqan paytida oldim, o'sha paytda 120 rublga Qur'on sotib olgan edim. O'shandan beri turibdi, qarasam o'zimda ham endi ko'nglim buzilib ketyapti. Hech kim o'qimayapti baribir. Bir farzandlari o'qiydimi ekan degan umidim bor edi, o'qimadi. Oxiri olib kelib beryapman, Qur'onni o'qir birortasi masjidda degan ma'noda deydi. Mana azizlar, agar shuni o'zida telefon bo'lsin-chi, yoki televizor bo'lsin-chi, yoki kompyuter bo'lsin-chi, 5 ta o'g'il bir-birini kerak bo'lsa pichoqlab oladi agar talashib. Agar bitta farzandiga telefon olib berib, ikkinchi farzandiga telefon olib bermasin-chi, otani yoqasidan oladi farzandlar. Lekin Qur'oni Karim 25 yildan beri, mustaqillik kunimizdan beri devorda osilib turgan ekan, birov o'qimagan. Shunda ochib ko'rsam bechora Qur'onni, yangi hozir bosmaxonadan chiqqanday turibdi. Uni qaranga uni. Shunday avaylaganki, g'iloflarga ilib birov ochmasin deb nihoyatda avaylab asraganda uni. Hech kimni qo'li ham tegmagan. Mana Qur'onga bo'lgan e'tibor. Qur'oni Karimni Alloh taolo devorga osib qo'yish uchun nozil qilmagan. U bizning hayotimizning qonun qoidasi, u bizning tirikligimiz, u bizning hayotimizni ifoda etadi. Qur'onsiz hayot emas azizlar.
Qalbida Qur'ondan biron bir narsa bo'lmasa, u xaroba uy kabi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Biz qayoqqa qarayapmiz? Nima uchun Qur'onga buncha beparvomiz? Qur'onni umuman yotoqxonada olib bo'lmaydi azizlar, shuni bilib olinglar. Hattoki Qur'onga beparvo bo'lganimizdan dushmanlarimiz foydalanib tasbihlarimizga Alloh deb yozib qo'yapti. Tasbihni qarang, Alloh deb yozib qo'yilgan, lekin mana bu yerda oyoq ostida yotibdi. Alloh deb yozib qo'ygan shu tasbihga. Dushmanlar shundan foydalanyapti ataylab. Allohning nomini oyoq osti qilishlik uchun joy namozimizga Alloh deb yozyapti. Tasbihga Alloh deb yozyapti. Suratlarga Alloh deb yozyapti. Telefonda siz Alloh, Alloh. Ularning tasavvuri bo'yicha mundoq yurakning shaklini ichiga Alloh deb yozib qo'yibdi. Aslida u yurakning shakli emas. Qani yurakni ko'rganlar bormi? Yurakning shakli umuman o'shaqa narsaga o'xshamaydi. U boshqa narsaning shakli. Allohning nomini pastga urishlik uchun o'sha narsani ichiga Alloh deb yozib qo'yib telefonda tarqatyapti. Namozxonlar ham bilmasdan turib bir-biriga juma bilan tabriklayman deb o'shaning ichida qip-qizil Alloh deb yozuvni birov-birovga jo'natyapti. Bu masxarabozchilik bu azizlar. Yig'ishtiring telefonda buni. Telefonda Alloh degan so'z kelyapti, Muhammad degan so'z kelyapti. Qur'onning ba'zi oyatlari kelyapti, lekin betahorat telefonda o'ynab o'tiribdi mamlaqa qilib. Alloh degan so'zni ustidan bosib o'tkazib yuboryapti. O'yinchoq bo'lib qoldi. Bee'tibor bo'lib qoldik Qur'oni Karimga biz. Qur'oni Karim kirgandan o'rnidan turadigan xalqning farzandlarimiz biz. Qur'oni Karim bor uyda yotolmagan, yonboshlolmagan ulug' allomalarning farzandlarimiz, avlodlarimiz biz. Qur'oni Karim hozir ko'payib ketib qolganidan balki qadri qolmagandir. Ota-bobolarimiz aytadilar, mana shu 80-yillarda eng xudosizlarning davri kuchaygan paytda aytadilarki, Qur'oni Karim daryoda tursin, haftiyakni ham muallimistonni ham topib bo'lmas edi. Qayerlardandir qidirib bir Qur'on topsak, bitta buqani puliga olar edik deydilar. Bitta buqaning puli o'sha paytda qancha bo'lgan bilasizmi? Bitta buqani puliga bitta mashina beradigan darajada bo'lgan. Ana ota-bobolarimiz qanday Qur'oni Karimni qadrlaganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onni qadrlagan xalqga ozodlikni berdi, hurriyatni berdi, xudosizlarning qo'lidan ozod qildi. Qur'oni Karim yana qo'limizga qaytarib Alloh taolo berib qo'ydi. Endi hammaning xonadonida Qur'on bor-u, qonun qadriga yetadigan inson qani endi. Azizlar, bu oson narsa emas bu. Allohning so'ziga beparvo bo'lmaylik, e'tiborsiz bo'lmaylik. Hech bo'lmaganda Qur'oni Karimni bir kunda 3-4 marotaba varaqlab qo'yaylik. Bunda o'qib ko'z yugurtirib, agar juda o'qiy olmasak, o'qishni o'rganaylik. Hech bo'lmasa uni ma'nolarini o'qib, bir oz shu to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib qo'yaylik, axir Qur'on nima ekanligi to'g'risida. Alhamdulillah, mana hozir Qur'oni Karim xatm qilinayotgan ekan. Mana shunga bag'ishlayapmiz ko'p suhbatlarimizni. Nimaga? Chunki Qur'onga e'tiborsizlik kuchayib ketib qoldi. Men masalan ibodatsiz odamlardan xafa bo'lmayman, chunki ular tushunmaydi. Tushunganlarda Alloh uchun ibodatga kirgan bo'lar edi. Ammo sizlardan xafa bo'laman, o'zimdan xafa bo'laman. Birinchi o'rinda hammamiz ham Qur'onga e'tibor bo'lib qoldik. Agar yurtimizdagi qorilarni shunday ro'yxatdan chiqarib qo'ysak, qori bo'lmaganlar, hofizul Qur'on bo'lmaganlar, umuman Qur'onga qaramaydigan bo'lib qoldik. Hofizul Qur'onlarni ham hammasi emas. Hofizul Qur'onlarni ham shu o'ta himmatlisi, serg'ayrati, xatmga o'taman degan tayyorgarlik ko'radiganlari bir necha marotaba takrorlaydi. Hattoki bir necha 100, bir necha 1000 marotaba takrorlaydi. Alloh ularni qo'llab-quvvatlasinki, mana shunday hofizul Qur'onlarimizni barakotidan balki yurtimiz tinchdir, xotirjamdir, asoyishtadir. Bizlar ham o'shalarga yordamchi bo'laylik-da. Alloh bilan muloqotga kirishaylik-da. Robbimiz bilan suhbatlashishdan nahotki biz shunchalik qo'rqamiz. Koshki Qur'on xuddi telefon yurgandek bizning cho'ntagimizda yursa-yu, to'xtasak olib ochib qarasak. Birov bilan suhbatlashayotganda ochib qarasak, ovqatlanayotganda ham xuddi telefonimiz jiring etib qolsa, bunday olib ovqatni tashlagandek Qur'onni ochib, Qur'onga qarab, taomlanish odoblarini Qur'onda o'rganib, shart o'qib turib, yana taomni yeyishni iste'mol qilishni davom ettirsak. Koshki shunaqa bo'lganda. Nima uchun bunday bo'lmayapti? Chunki Qur'oni Karimni tahoratli odam ushlaydi-da faqat. Chunki bizda betahoratmizda, tan olaylik buni aybimizni. Betahoratmiz. Qur'oni Karim bo'lsa faqat tahoratli odam ushlashga haqqi bor. Demak, Qur'oni Karim doim yonimizda yurmoqligi uchun biz faqat tahorat bilan yurishimiz kerak. Vaholanki doimiy tahorat bilan yurishik ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Qani mana bu sunnatni amalga oshirayotganlar? 4 ta xotinni olyapti, sunnat ekan 4 ta xotin olishdi.
doim tahorat bilan yur, doim mana bu sunnat ekan deb. Qur'on yoningda o'qib yur, mana bu sunnat ekan deb. Lekin Qur'on o'qishlik mashaqqat. Shuning uchun bu sunnatni amalga oshirmaydi-ku, o'zining nafsiga, shahvoniga, xirsiga to'g'ri kelgan sunnatni sunnat ham emas, u ruxsat u. Sunnat deb ham yo'qqa ko'taradi. Marhamat, har doim tahoratda yuring, Qur'onni olib yuring. Bo'shadingizmi, ochib o'qing uni. Tasavvur qiling. Avtomobil yoqilg'i shoxobchasida turibsiz. Oldingizda 4 ta mashina turibdi. Qur'onni ochib o'qib o'tirsangiz qanday lazzat ha? Ming afsus, telefonda ochib o'ynab o'tirasiz. Boshqa joyda turibsiz navbatga. Har qanday joyda navbatga turasiz. Bozorda turibsiz, xaridoringiz kelmayapti. O'tiribsiz bekor pashsha qo'rib, Qur'onni ochib o'qib o'tiring. Hech bo'lmasa tasbihingizni olib Alloh deb zikr qilib o'tiring. Alloh o'zi beradi. Ming afsuski, buni aksi bo'lyapti. Umid qilamiz, Ramazon-i Sharif barakotli bir kechalarda turibmiz. Allohning rahmatlari yog'ilib turgan kechalarda turibmiz. Umid qilamizki, Alloh mana shu kechalarning barokotidan bizlarga insof bersa, Qur'oni Karim o'zining kalomiga nisbatan muhabbat bersa, zavq va shavq bersa, hech bo'lmasa Ramazon-i Sharifdagidek umrimizni belgilaylik. Kundalik rejamiz hech bo'lmasa mana shu oydagidek rejamizni tuzib chiqaylik-da, kundalik tartibga amal qilaylik. Inshaalloh najot topamiz, saodatga erishamiz. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomiga muhabbatli bo'lganlarga Alloh o'z muhabbatini yo'ysin. O'zining kalomiga ehtirom ko'rsatganlarga Alloh ehtirom ko'rsatsin. O'zining kalomini e'zozlab, uni aziz qilganlarni Alloh taolo e'zozlasin, o'zi aziz qilsin. O'zining kalomiga bee'tibor bo'lganlarga Alloh insof bersin, tavfiq bersin. Allohning kalomiga himmatsiz, g'ayratsiz bo'lganlarga Alloh himmat bersin, g'ayrat bersin. Alloh barchalarimizni kalomi sharifiga muhabbatli qilsin. Uni ahkomlarini hayotga tatbiq etib bormoqlik baxtiga muvaffaq aylasin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.